Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasining 12-oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Ey mu'minlar deydi, ko'p gumonlardan chetlaningiz, chunki ba'zi gumonlar gunohdir. O'zgalar aybini qidirib josuslik qilmangiz va biringizni g'iybat qilmasin. Sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishni xohlaydimi? Uni yomon ko'rasiz-ku axir. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi va rahimli zotdir deydi. G'iybat suhbat majlisida yo'q kishini u yomon ko'radigan ayb va sifatlar bilan zikr qilishdir. Agar aytilgan ayb va sifatlar unda topilsa, g'iybat, u ayb va sifatlar topilmasa esa bo'xton bo'ladi. Bu haqda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda shunday marhamat qilganlar. G'iybat nima ekanini bilasizmi dedilar. Alloh va Rasuli biladi deyishdi sahobiy ikromlar. Shunda u zot alayhi salatu vassalom, g'iybat birodaringiz xush ko'rmaydigan narsalarni aytishingizdir. Aytganlarim unda bo'lsa-chi deydilar. U zot alayhi salatu vassalom, sen aytgan sifat ayb unda bo'lsa g'iybat qilgan bo'lasan. Agar sen aytgan narsa unda bo'lmasa bo'xton qilgan bo'lasan deb marhamat qildilar. Demak, muhtaram azizlar, g'iybat ikkinchi bir kishi haqida aytilgan so'z, u inson o'sha so'zni eshitgan ranjiydigan bo'lsa, bu demak g'iybat bo'lar ekan. Garchi o'sha sifat o'sha insonda bo'lsa-da, agar bo'lmasa bu bo'xton yana ham gunoh bo'lar ekan.